Selam. Nişik halleriniz dostlar? Min sizni o'zimning kanalımda selamlayım. Biz bugün sizin bilen raspakovka qarab o'tarmiz. Ko'pdan tug'ilgan zakazlarimni olgan edim. Hozir sizga ko'rsataman, yo'qmi? Yangi yil yuzida bo'laklar bera boshlaymiz bit. Mana shunday motor g'ina yasalgan коробочкада kremlar. Mında 3 türlü krem bizning bo'lakka bek aybat deb o'ylayman. Beyasi da bek arzon. Mana shu bir коробочка bizning 179 so'm tura. Agarda siz fabrika yozilgan bo'lsangiz, sizga 20% skidkada berilacak. 1000 so'mga qadar zakaz yasasangiz, 20% skidka yasay kompaniya. Shunga ko'ra büyük o'tishli bo'laklar olirga o'xshigiz do'stlarim. Agar da yozilmagan bo'lsangiz, rahim etib, meni aşağıda yozib olasiz. Mening nomerim ko'rsatilgan haligi kanalning boshida ko'rsangiz profilda. Esa shulay kommentariyada ссылкамni qoldirarman. Mustaqil ravishda kirib o'zingizda yozib olasiz do'stlarim. Shiratda bizning mana shunday konditsionerlar. Bular endi bizning kir yuvarga konsentratlar, super konsentrat deb yozilgan alanda bek uzoqqa yetadi do'stlarim. Buni bek ozgina solib yuvarga kerak bo'la. Men rohatlanam, hozir kibitdan g'umuman olmayman bunday narsalar. G'umuman olganda eko bizda tabiiy tovarlar. Skidka 20% skidka har vaqt bo'lacak. Agarda endi ko'proq zakaz yasagan sayin haligi skidka ortib bora. Masalan, mening o'zimning 26% skidka. Shulay mana shunday nabor zakaz berdilar menda. Ishdagi qizlar. Men o'zim sotuv bilan shug'ullanmayman, lekin qo'shaqda tigi yaqinlar, tug'anlarim uchun olib qo'yam. Mana bu tonik. Bu endi shulayoq tungi увлажняющий krem. Bitlarni shimolantirib yurtamiz qizlar. Bunda bizning pomadalar. Bir necha turli pomada, tush, podvodka. Biz endi ko'zlarimiz uchun shulayoq mana shunday гигиенический для интимной гигиены degan gel bu bizning xotin qizlarimiz uchun bek aybat. Shulayoq tualetkalar mana zakaz berdilar yangi yilga. Biz endi bizning irzotlarimiz uchun shunday tamlisi bek arzon 400 so'mga tusha bu bizning katalog beyasi bilan. Bular zakaz bergan uchraqda 20% skidka ham shulayoq bizning tag'in ayrim bir skidka bor. Bizning aksiya, shunga ko'ra men mana 2 oldim. 2 olganda u menga bek arzonga 200 dan nechadir so'mga g'ina tushdi. Shunday parfyum oldim. Biz endi mening bo'lakka tug'an kunlar, yangi yillar yetadi. Shunga ko'ra mana shunday bo'laklar olib qo'yu oldan u qastarin kurubik aybat endi u. Tag'in narsa aytasim kelar, bu yo'li mana o'zimga qizlar oldim mana shunday psilium degan ayber endi bu bizning boqa yaprog'idan ishlanam ekan endi. Men buni o'zim qomir rizig'i pishirganda qo'llanirga jinam, chunki mening diyeta. Menga ko'kaylar qo'llanirga yaramay, allergiya. Mana shunday ayberni oldim, ko'kay o'rnina qo'llanirga deb. Glutensiz un ham ko'kay o'rnina qo'shir uchun biror tamni bir pishirish uchun mana bu mana degan. Kimlarda allergiya, kim durust uxlanu bilan o'tiradiganday durust uxlana, mana sizga mana shunday bir bek kelishacak. Mana bunday shampunlarni 3 ni kimga oldi deb so'rag'iz. Ebiga bu yil 85 yosh to'ldi qizlar. Biz anga bo'lak berdik. Ham ali men üstüme ravishda shunday shampunda qo'ygan edim uning bo'lagini. U endi uni yuvib qaragan, munchada ovulda yashaydi bizning Aytna rayonida. Yuvib qaragan, bizga ayta endi shunday ushadi deb tag'in olg'iz ali zinhor uchun deb shunday yumsharta sheshni deb. Sheshlarim rohatlanib ketdi deb mana boshimda qishittirmadi, shunday ushadi deb mana shunday bolalar shekilli siyli qiziq ettirib bek ushatgan. Mana bu yo'li hatto 3 ni zakaz berdik abiga. Abiga bek ushagan, kibitnikin qo'llanmayman deb hozir mana Faberliknikini olayin.
Ирем алдым, әле бу безнең яңа чыккан шампунь. Кулланганыбыз юк, бик әйбәт дип әйтәләр. Алучылар бик күп. Шампунь, кондиционер. Тагын нәрсә әйтми калдым? Иң зур товарларымны әйтми калганмын икән. Үземә алдым. Менә шундый башмаклар, кызлар өйдә киеп йөрергә. Шул кадәрле йомшак күренә бу. Хәзер мин моны ачып күрсәтермен әле сезгә. Һәм алдым менә джемпер шундый. Джемперны инде киеп карадым. Пункт выдачадан алуга без джемперны киеп карыйбыз, чөнки түләргә кирәк. Әгәр дә килешми икән, размеры туры килми икән, кире җибәрергә туры килә. Шуңа күрә түләми торам. Килешмәсә, яисә ярамаса, кире җибәрәм дә инде. Акча түләмим булып чыга. Шуңа күрә менә шундырак заказ. Хәзер мин сезгә ачып яңадан күрсәтермен әле. Сез бу өйдә киеп йөри торган тапочкаларның йомшаклыгын күрсәгез. Шул кадәрле йомшак, шул кадәрле менә. Әйтеп бетергесез инде. Сыпырып кына торасы килә әле, сыйфаты да шундый ошады, миңа шундый әйбәт тегелгән. Менә бүләккә менә бу кемнең туган көне, кемнең анда нәрсә дигәндә, яме бик шундый матур, йомшак. Ой, рәхәт шундый менә сыпырып кына торасы килә чынында. Өстемә кигән менә бу кофточка джемпер миңа бик ошады. Ул шундый бәйләнгән. Бик калын да түгел, бик юка да түгел, бик ошады миңа эшкә киеп йөрергә. Инде өйдә киеп йөри торган башмакларны әйтәсе дә юк. Шәп. Шул сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Язылып куйсагыз каналга, сез мине югалтмасыз. Киләчәктә дә бергә аралашып яшәргә насыйп булсын дигән теләктә калам. Хуш-хуш.